Amir Shayx Nuriddin oliylarining Samarqand taxtigoyiga itoat qilishdan bosh tortgani oliylariga ayon. Mirzo Ulug'bek mushuni bahona qilib Turkistonga lashkar mangdiribdi-dak. Amir Shayx Nuriddin oliylari bizdan lashkariy ko'mak so'rab elchi avatibdi. Bu xabar Sultan Uvays xonning diqqatini tortdi. Qo'lidagi sharob jamini dasturxonga qo'ydi. Nemishqa bu ishni burroq ma'lum qilmaylar? Said Ali olib gap qilishga og'zini o'mallab bo'lib, jim turib oldi. Kechirsizlar, dedi Sultan Uvays xon birdilla esini yig'ib. Bu ishlarga o'zim ayblik. O'zimning bu dargohga bekinib olganimni, yo'llagan ma'lumotlarni qabul qilmaganimni esimdan chiqaribdiman. Oliylarining kechirim so'rashi hojatsiz. Elchilar bilan ko'rishamdilar oliylari. Bo'ldilar. Ko'rishmasakmi muddaosini bilib bo'ldik. Darhol ko'maklashishga lashkar mangdirayli. Kaminalarining mundaqroq o'yin bor edi, dedi Said Ali olib. Bu biz uchun yaxshi fursat. Mirzo Ulug'bekning Qashqarda lashkar turg'izib olganiga 10 yildan oshdi. Biz mo har xil sabablar bilan Qashqarni qaytarib olishga fursat chiqara olmay keldik. Endi mushu fursatdan foydalanib, keng ko'lamda lashkar tortayli-da, Udul Turkistonga borayli. Ondan Amir Shayx Nuriddin oliylarining sarkarda lashkarlari bilan birlashib, O'sh, Toshkent, Andijonlarga hujum qilaydi. Mushunda qilsak, Mirzo Ulug'bek Qashqardagi lashkarlarini yo'tkab kelib, bizga taqobil turishga majbur bo'ladi. Shuning bilan birinchidan qiynotlari Amir Shayx Nuriddin oliylariga ko'maklashish. Ikkinchidan Qashqarni tasarrufimizga qaytarib olish muddaoyimizga yetamiz. Bu donochor ekan, dedi Sultan Uvays xon ruhlanib. Balkim mushu bahonada Toshkent, Andijonlar emas, Oqsi, Buxoro, hatto Samarqandda katta shaharlarni istilo qilib, Mirzo Ulug'bekka boshqalarning tasarrufiga ta'arruz qilishning qanday bo'ladiganligini bir ko'rsatib qo'yaydi. Sultan Uvays xonning ko'nglidagi buruq turmalikning ko'tarilib, birdil ruhlanib ketganini ko'rib, Said Ali olib xeyli xotirjam bo'ldi. Amisiman, lashkariy yurishning hozirligini qilay. Qachon yo'lga chiqsak bular oliylari? Hozirlikqa qanchalik vaqt ketar? Rostini aytsam, bu yil Qashqarga jazo yurish qilishni ko'nglimga pukkan edim. Shunga hozirliklarni puturgash turgan. Oliylari yorliq bersa, 2-3 kun ichida yo'lga chiqqili bo'ladi. Undaq bo'lsa kechiktirmayli. Bugun kunga chorshanba ekan. Juma kuni Ostonadagi avom bilan billa juma namozni o'qib olib yo'lga chiqayli. Bu qatimqi lashkariy yurishga oliylari men chiqaman, dedi Sultan Uvays xon gapni cho'rtlik kesib. Qomul amri Supurgi Mirza kelib, Ulug'bek Mirmuhammad Shoh hazratlari bilan saltanat ishlariga qaranchiq bo'lgan. Darhol yorliqini yetkazsizlar. Bosh ustiga, dedi Said Ali olib. 3 kundan keyin Sultan Uvays xon Po'lat Bahodir, Olchinbek, Qalqonbek Ko'kildosh, Tohirbek qatorliq sarkardalar bilan 2 tuman Mo'g'uliston lashkarini elib Turkistonga qarab yurib ketdi. Bu orliqda ig'ir zukamdab qolgan Said Ali olibni Turpanda majburiy qoldirib qo'ydi. Issiqko'l vodisiga yurish qilish oldidagi bu ko'rinishlarni qayta xiyolidan o'tkazgan Sultan Uvays xon Bahodir sarkardasi Said Ali olibning sadoqatmanligini o'ylaganida chehriga sus kulki yugurdi. Bayatdan beri ig'ir ham tog'larda mukchib qolgandek ko'rinadigan gavdasini bir oz rusladi. Said Ali olibning ahvoli qandoqroq ekan?
kesili shifo topganmidi. Saltanat, toji taxt uchun ko'p jafo chekdi. Hordi, charchidi. Mushu bahonada ozroq orom elib olsin. Yaqindan beri Ostonadan ma'lumot kelmadi. Shol topda issiq ko'lga qarab kelib otgan bo'lishi mumkin. Ha. Mendan ansiraydi. Xotirjam bo'la olmaydi. Shunga Ostonada xotirjam tura olmadi qachon. Men ham shu. Yenimda Said Ali bo'lmasa, bir qo'lim bilan bir putumdan ayrilib qolgandek bo'lib qoladi ekanman. İnsanın insonga u darajada ko'pa sadoqat ko'rsatib xizmatini qilmoqqa oson emas. Ya Xudo. Bir elga posibon bo'lmoq nima degan mushkul ha? Tog'am Shir Muhammadxondan toji taxtni so'yib olganimdan beri tuzuk orom olmabdiman. Turgan putkunim g'am g'ussa, yurtdochilik tizginini tutib turish halakchiligida o'tibdi. Ayni yillarda lob, ketik, torim vodlarida qochqinlikda yashab, hayotim ig'ir tahlika ostida turgan. Ochzirin, muhtojlikda o'tgan bo'lsam-mu, bunchalik g'am g'ussa his qilmagan ekanman. O'tning teshida ko'ygandan, ichida ko'ygan yomon ishkan. Kunda hech bo'lmaydi degandek, jangdimi davomli g'alba nusrat yuz ochmaydi ekan. Ili vodisida duch kelgan mag'lubiyatni Tangrim bu vodida hargiz ko'rsatmagay. Oliylari g'izoni xonish oyim bilan yamdilar yoki sarkardalar bilanmi? Bekavul amirning tuyuqsiz so'rgan suoli Sultan Uvays xonning xiyolini chalg'itdi. Qosh qaraygan edi. Sultan shoh chidirining panjirasidan sirtqa qarab sham namozining vaqti o'tib ketganligini his qildi. Xiyol bilan bo'lib, shamni qazo qilibdimanmi deyman. Bo'ptilar. Xubdan namoz bilan qo'shib o'qib olarman. Xon Bekavul amiriga qaradi. G'izog'i tavim yo'q. Ular meni g'izog'i saqlamag'ay. Ham hech kim oromimni buzmag'ay. Menga bir xumri qimiz akirib bersinlar. Xo'sh. Bekavul amir xonni yolg'iz qoldirib, asta yenib chiqdi. Sultan Uvays xon issiq ko'lda turib qolgandan beri kunda degudek qimiz ichadigan bo'lib qolgan edi. Shu topda qattiq ish-pishqa tartib qolganda qiladi. Issiq ko'lda yo ilgirlayolmay, yo chekinolmay turaverish jiniga patgan edi. Ha. U taxtda o'tirgandan beri Qashqarni qaytirib olishni faqatli esidan chiqarmadi. Nima uchundir Mirzo Ulug'begning Samarqanddan shuncha yiroqqa joylashgan bu shaharni qo'ldan berib qo'yg'isi kelmagan edi. Sultan Uvays xon buni saltanatiga qilingan eng cho'ng haqorat deb biladi. Mirzo Ulug'begga Qashqarni qaytirib berish haqida avatgan maktublari javobsiz qoldi. Buni har qitim esiga olganda ichi achchiq bo'lib ketadi. Orqama-orqa ishgan 3 obquri qimiz Sultan Uvays xonning qonlarini o'ptalla qizitdi. Lekin yuragidagi dard hasratlarini ko'tarib o'tish tugul, pig'onini teximi o'rlatib qo'ydi. Garchi Farg'ona vodisiga xeyli ishkirlab kirgan bo'lsam-mu, Andijon, Toshkentni ishg'ol qilish u yoqda tursin. O'shnimi texich qo'limga ola olmadim. Navoda Andijonni ola olgan bo'lsam, Mirzo Ulug'beg bilan sulh tuzalgan. Andijon bilan Qashqarni tegishgan bo'latdim. Sotixon to'limi hiyligar odam ishkan. Shunga Mirzo Ulug'beg bu sarkardasiga ishinib, o'zi lashkar tatmay Sotixonni avatgan ekan.
Yenimda Said Ali olib bo'lgan bo'lsa, Sotiqxonning hilisiga taqobil tura oladi. Helimni tos qoldim, uning domiga tushib yengilib qolg'ili. Turpanga qaytay desam, shuncha haraj tortib qilgan lashkari yurish bekor bo'lganini ozdab, Mirzo Ulug'bayning xo'riki o'sib ketadi. Qaynotam Amir Shayx Nuriddin oliylarining taxtimi tahlikada qoladi. Said Ali olib yo'lga chiqqan bo'lsa, nagiroq kelgandi. Tez mangsa, yana 15-20 kunda yetib kelarmikin? Hech bo'lmasa, oldin choparman mang'izib o'tgan bo'lsa-chi. Issiq ko'lda kecha bilan kunduzning farqi cho'ng bo'ladi. Gerçi havo ochiq, osmonda yulduzlar chaqnab tursa-mu, kechining g'ur-g'ur shamili odamning qo'lini qo'raydi. Bir xumri qimizni to'liq ichib bo'lgan Sultan Uvays xonning ham hasratlari asraqmo yengillamadi. Singlisi Maxtum Sulug'i munosabatlik kashmishlar esiga kelishi hamon ichi ochiq bo'lib, kirpiklari namlashdi. U asta o'rnidan turib, shoh chidiridan sirtqa chiqdi. Uning aramini buzib, xiyollarga halaqit yetkizib qo'yishdan ansirgandek, butkul qarorgohli emas, butkul issiqko'l vodisi timtosliqqa cho'kkan edi. Qarorgohning na ichi, na sirtidan qattiqroq tevish anglanmaydi. Kechalarda huvlab aram bermaydigan issiqko'l bo'rlarimi nima uchundir bugun tinchib qolgan edi. Sultan Uvays xon cheksiz osmon gumbiziga nazar tashladi. Tumanligan olmoslarni chechivatgandek ko'rinadigan yulduzlar sovuq nur chechib charaqlaydi. Uningga har bir yulduz singlisi Malika Maxtum Suluning ko'zidek. Oshu ko'zlar uni ayblayotgandek bilinib, ulug' kichikdindi. Qo'riqchilar qarorgoh ichida hushyorlik bilan mengib yuradi. Hayot musofisining davom do'qonlarini aslab chiqqan Sultan Uvays xonning yuragi pig'onliq edi. G'urg'ur shamol birdili kuchayib ketdi. Sultan Uvays xon yelin to'nig'i mahkam qimdalganicha yiroq-yiroqlarga nazar tashlaydi. Xuddi kelgusi taqdirini oldin bilib olmoqchi bo'lgandek. Shu topda uning vujudini atugin ichida issiqko'l vodisida bo'ladigan jangning tashvishi iskanjiga ilib olgan edi. Jangni tezroq oxirlashtirsam bo'ladi. Ahvoldan qaraganda bu yil Samarqandga yurish qilish mumkin bo'lmaydigan o'xshaydi. Hech bo'lmaganda Andijonnimi bo'lsa qo'limga ilib, yog' lashkarlarni chekindirsam bo'ladi. Sotiqxon ajab jangi chiqmay yetib oldi-ku. Yana birar hiyla tadbir o'ylab o'tamdigan duya. Andijonni olsam, sarkarda lashkarlarimni aram oldirg'ach, Mirzo Ulug'bayga elchi avatib, Andijon bilan Qashqarni tegish shartini qo'yatdim. Mirzo Ulug'bay bu shartni qabul qilsa, lashkarlarni darhol chekindiratdim. Shunday qilay. Qashqarni qaytirib olsam, Mirzo Ulug'bay bilan betim tuzib, istilochilikdan qo'l uzay. Nima qilay Mirzo Ulug'bay bilan buncha o'la dushmanlashib? Aslida bizlar bir nasab, bir jamoatdan-ku. Yotlardan emasmiz-ku. Uning ustiga Davlat Sulton Xonishning navri singlisini Mirzo Ulug'bay cho'ng xonzodasi Abdullatif xonga ilib bergan ekan. Buni demagandimi, men To'g'liq Tumirning naslidan bo'lsam, Mirzo Ulug'baymi Amir Temur Soyib Qironning naslidan. Har ikki boboyi buzruklarning abo ajdodlari bo'lsa,
Bu muqaddas zaminlarda yashab kelgan turkiy qavmlardandir. Bizga zamin tasarruf talishib, buncha dushmanlashish ne hojat? Qarindoshning piyini qirqigan nadi bor? Mirza Ulug'bek bilan didor muloqotda bo'lib, maqsad muddolarimni bildirib boqsam yaxshi bo'ladi. Yolg'iz Mavara un-Nahir, Xuroson, Farg'ona vodisining sultoni emas. Ilm hikmat mamlakatining xoqoni bo'lishga munosib, ol donishmandning xiyoli mendan o'yroqdir balkim. Sultan Uvays xon Mirza Ulug'bek bilan xeyli uzoqcha xiyoli mungdashdi. Issiqko'l dalasida yangi bir tong otdi. Quyosh zaminga harorat purkitdi. Teqa osh vaqti bo'lmayla, havo chapan ig'ir kelgudek isib ketgan edi. Kunga bugun juma bo'lg'achqa, qarorgohdagi barliq sarkarda lashkarlar choch soqollarini oldirib, pokiz kiyimlarni almashtirib, juma namoziga tayyorlik qilishyotdi. Chiroylarda tunugungi jang tashvishidan asarmi yo'q edi. Juma musulmonlarning xosiyatlik orom kuni hisoblanadi. Shunga bu kuni hunarvan kasblardan dehqon chorvachilargacha, savdogar do'kondorlardan amaldor hukmronlargacha ish to'xtatdi. Shu sababdan bir-birining qinini ichishga tayyor turgan raqiblarmi dushmanligini vaqtliq to'xtatib, ko'ngillardagi g'am tashvishlarni chiqarib tashlab, juma namoziga hozirlik ko'radi. Sultan Uvays xonning qarorgohidimi bugun qo'riqchilar ko'rinarlik oziyib qolgan edi. Barliq sarkarda lashkarlar oldirash juma namoziga tayyorlik ko'rishyotdi. Juma namozi uchun g'usl qilib, ish kiyimlarini yo'tkib olgan Sultan Uvays xon xos satrishi Xo'ja Abdul Karimga choch soqolini yastyotdi. 60 yoshlarga yaqinlashib qolgan Xo'ja Abdul Karim marhum Sultan Muhammad xon zamonasidan tartib ordining maxsus satrashligini ham jarrohligini qilib kelyotdi. Bo'libmi, uning jarrohlik hunari o'zgacha edi. U xatnisini qilgan o'g'illarla emas, haramdagi uning qo'lida oqti qilingan og'vatlarmi tezda saqayib ketadi. O'z vaqtida Sultan Uvays xonning xatnisini Xo'ja Abdul Karim qilgan edi. Ordining ichi sirtida uning qo'li yengil deydigan tarifi bor edi. Keyingi vaqtlarda qo'lining abchilligi, hunarga komilligi va cheksiz sadoqati bilan Sultan Uvays xonning xos satrishi bo'lib qolgan edi. Shoh chidirining sirtiga qo'yilgan kursida oftobga oldini qilib o'tirgan Sultan Uvays xonning chechini oldirmay uvlab evitib, bir qitim tushirib bo'lgan Xo'ja Abdul Karim chala qolgan chashlarni yengil engizlag'ach so'radi. Soqollarini yosib etamdim oliylari. Sultan Uvays xon soqol burutlarini bir silib etgandan keyin javob berdi. Shunda qilsinlar. Burtum sal o'sib qolganda qiladi. Ma'qul. Undaq bo'lsa, ustixonlarini bir qo'r tutib etib, ondan soqol burutlarini yasay. Qisqili qilib qo'yib olgan qop-qora nuqta shakllik soqol burut Sultan Uvays xonning yigitlik subatiga xo'ymi yarashadi. Xon pokiz tushirilgan beshini silab turib, yelkisini yengil mujvatgan Xo'ja Abdul Karimdan so'radi. Deb baqsizlar. Mening beshim mushu pokizligi bilan nimaga loyiqdir? Xo'ja Abdul Karim daqiqa o'ylanib olgandan keyin javob berdi. Ol aziz boshlari 18 ming olamning saltanat tojini kiyishga loyiqdir oliylari.
Satrashning xushamat aralash javobidan Sulton Uvays xon xirildab kulib Yengilishdilar. Tosh kiyishga emas, balkim shahid bo'lishga loyiqdir. Xonning javobini anglab, Xo'ja Abdul Karimning yuragi jig'g'idi qildi. Qo'llari sezilarlik titredi. Ulug' juma kunida bachchaqcha qilmaslar oliylari. Yomon bo'ladi. Dedi Xo'ja Abdul Karim kekashlab turib. Sulton Uvays xon un chiqmadi. Shu topda o'ylamayli qilgan gapidan pushaymon yeb qolgan edi. Xo'ja Abdul Karim xonning burtiga amdili qayt salay deb turishiga, o'ng so'li o'shgan yotishbegi yugurib kelib oldirash salom berdi. Chiroyidan qattiq vahima chiqib turadi. Ma'lum bo'lg'ay, Samarqand sarkardasi Sotiqxon lashkar tortib kelyapti oliylari. Sulton Uvays xon choyon chaqqandek sakrab turib ketdi. Nima dedilar? Yo'q, sarkarda lashkarlari butun saf bo'yicha udul qarorgoyimizga qarab kelyapti oliylari. Yazaklarimiz o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Sulton Uvays xon bo'ynidagi partuqni g'azab bilan yulib oldi. Mau badbaxt Sotiqxonning qilgan ishini ko'rmamdigan. Bugun kungi juma ishkalligini bilmamdikina imonsiz. Sulton Uvays xon yotish begiga qaradi. Darhol sarkardalarga xabar qilsinlar. Yovning muqobilasiga chiqsin. Ondan neriroq turgan oqtichiga qarab to'ladi. Etimni hozir qilinglar. Necha vaqtdan beri bir necha qitim jangi undisimu, qarorgohiga mahkam bekinib olib, jangi chiqmay turib olgan Sotiqxonning naq jumaga to'g'rilab tuyuqsiz lashkar tortib chiqishi Sulton Uvays xonni qattiq g'azablantirgan edi. U dastarpish ko'tirib kelgan to'pulg'i savutni kiymadi. So'ranlilik qilmanglar, deb varqirdi u jang kiyimlarini kiyayotgan navkarlarni oldirib. Shu asnoda butkul qarorgohda lashkarlarni jangi undab nog'ri chelandi. Qarorgohning ichi birdamdili o'ri to'pi bo'lib ketdi. Tavojbek! Labbay oliylari! Farmonimni yetkaz. Sarkarda Po'lat Bahodir bilan Sarkarda Toyirbek Turshavul bo'lib darhol men bilan yursin. Qalqonbek Ko'kildosh, Olchinbek qatorliq sarkardalar himoyachi bo'lib orqamizdan yetsin. Sulton Uvays xon 3000 otliq Turshavulni boshlab, yovga qarshi ot soldi. Taxminan 5 chaqirim mengib, yov lashkarlari bilan do'qurishdi. Sotiqxon Sulton Uvays xonni ko'rib, lashkarlarni to'xtatib sap to'zdi. Ularni yeyilib oqqan kichikroq bir eqin ayirib turadi. Sulton Uvays xon bu eqindan bir necha qitim o'tgan bo'lib, buloq suyidan shakllangan bu eqinning tezligini biladi. Suyimi asta oqatdi. U keynidan kelayotgan himoyachi qo'shinni saqlamayla yovga qarab ot soldi. Imkon bor Sotiqxonga yiqilishinglar. Mumkin bo'lsa uni tirik qo'lga tushirayli. Dedi yinidagi ikki sarkardasiga. U Sotiqxonni tutib olib, jangni tez oxirlashtirishni ko'ngliga pukkan edi. Sulton Uvays xonning gap so'zsizli bostirib kelishidan yov lashkarlari vahimaga tushdi. Sotiqxon Mo'g'uliston lashkarlarining hujumini to'sish uchun komandozlarga o'q etishga farmon berdi. Sarkarda Tohirbek Sulton Uvays xonning donliq marganlaridan edi. Atqan o'qi zoya ketmaydi. Uning qo'l ostidami butunlay marganlar bor edi. O'q etishni bizdan ko'rsin, dedi Tohirbek tishlarini g'uchirlatib va marganlarga buyruq berdi. Qani yigitlar, ularga o'zimizni bir ko'rsatib qo'yaylik. Har ikki tarafning lashkarlari bir-biriga qaritib o'q uzishga boshladi. Sulton Uvays xon qarshi tarafning otgan o'qlarining xeylili shalangishib qolganini ko'rib, etini teximi bak qamchiladi. Quyundek chepib kelayotgan ot iqinning o'ttirig'i kelganda tuyuqsiz petib qoldi.
Her qancha qilibmi Petiqdan etini chiqarolmagan Sultan Uvaysxon otdan tushishga majbur bo'ldi. Bu chaqda yov lashkarlarimi yaqinga kirib bo'lgan edi. Her ikki taraf yaqinning patqoq qismiga duch kelgan bo'lib, otlarining tangdin to'lisi petib qilyotdi. Sarkarda lashkarlar otlardan tushib tizg'ichi kelgan suvda elishishga boshladi. Shu daqiqada Sultan Uvaysxon bilan Sotuxon ro'baro kelib qolgan edi. Ikki sarkarda qahri bilan elishishga boshladi. Sultan Uvaysxonning shiddatli chapqan qilichidan Sotuxon chetdaslik bilan mudofaa ko'ratdi-da, qaytirma hujumga o'tdi. Raqibi bilan bir necha martaba elishgan Sultan Uvaysxon qilich urushlariga qarab Sotuxonning qilishvozlik mahoratiga xomligini his qildi-da, imkon bor uni o'ltirmay tirik tutilishni ko'ngliga pukdi. Eyli pankka usta bo'lganing bilan mahorating toyilliqkan qo'y Sotuxon. Seni tirik tutib elib, Mirzo Ulug'bek bilan shartlashning dasmoyisi qilay. Alloh egam bugun menga nusrat buyurgan o'xshaydi. Sarkarda Tohirbek Sultan Uvaysxonning Sotuxon bilan 10 necha martaba elishibmi, teg'ichili yig'olmayotganini ko'rib, bir oz andishiga tushib qoldi. Ikki qitim hamdamga bormoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, yov sarkardalari hujum qilib, oldini to'sib qo'ydi. Sultan Uvaysxonga yaqinlashishga faqatli fursat topolmagan Tohirbekning kallasiga tuyuqsiz bir xiyol keldi. Bir tal o'q bilan Sotuxonni yarlandirib bermaymanmi? O'zim borolmaganim bilan o'qim boralaydi. Shunda qilay. Tohirbek chaqqonlik bilan bir tal yo o'qini oldi-da, o'qni silib kirichini tortqanicha Sultan Uvaysxon bilan elishayotgan Sotuxonni nishonga oldi. Sultan Uvaysxon bilan Sotuxon bir-biriga hamla qilishqanicha shiddatli elishayotdi. Sultan Uvaysxon hujumda, Sotuxon mudofaada edi. Shu daqiqada Tohirbekka Sotuxonni nishonga elib turaverishga fursat yo'q edi. Yov lashkarlari ha deganda uningga yiqilishish ehtimoli bor edi. Fursat keldi deb bilgan Tohirbek Sotuxonning ko'krigini nishonlab, yoning kirichini qo'yibdi. Dal shu daqiqada Sultan Uvaysxon yonga bir qadam chomdab qoldi. Tohirbekning yuragi jig'idiqib ketdi. Uning otgan o'qi vingildab uchib kelgunicha Sultan Uvaysxonning beqiniga sanjildi. Yaqin oraliqda zarb bilan etilgan ya o'qi oldirashchilikda jang kiyimigan Sultan Uvaysxonning beqiniga tüydeki kuş pegici cho'nqur patqan edi. Sultan Uvaysxon o'q zarbisidan samtirilib ketdi. Ha deganda raqibiga tankilalmay, jon qayg'usida bir amal qilib qochib ketishning ko'yiga tushgan Sotuxon Sultan Uvaysxonga o'q tekkinni faqatla sezmadi-da, raqibining hujumining to'xtab qolgan fursatidan foydalanib, shartida keyniga o'rilib qochdi. Atqan o'qning Sotuxonga emas, Sultan Uvaysxonga tekkanligini ko'rgan Tohirbek qattiq nari tortqanicha oldiga uchirgan yov lashkarlarini chepib, Sultan Uvaysxonga qarab jon jahli bilan etilib keldi. Qattiq og'riqqa bardoshlik berolmagan Sultan Uvaysxon suvda tizlanib qolgan edi. Tohirbek xonni darhol yo'lib oldi. Bu ishlardan bexabar Sotuxon jinining omon qolganiga shukr aytib, nog'ri chaldirib lashkarlarni chekindirdi. Bu chaqda Sultan Uvaysxonning hiymatchi qo'shinimi yetib kelgan edi. Sarkardalar xonning ig'ir yaralanganligini ko'rib, chekingan yovni qo'g'lashga ro'yi bormay, Sultan Uvaysxonni tezlik bilan qarorgohga elib keldi. Amchi ya o'qini sug'urib olganda Sultan Uvaysxon allaqachon hushidan ketgan edi. Amchi har qancha qilibmi xonni hushiga keltirolmadi. Sultan Uvaysxon o'sha hushsiz yotgan peti
әтісі бамдат вақты білән жан өзді. Sultan Увайс ханның жан үзгәнлегін көрген Тахир бәй, өзінің чедіріда есіліп өліп алды. Шундақ қылып, Моғолстанның bu шәукетлік сұлтаны өз сәркердісінің хата атқан оқыда өліп кетті. Пулат Бахадыр, Қалқанбек Көкілдаш, Алчынбек қатарлық сәркерділер қысқылы кеңешкенден кейін Sultan Увайс ханның өліміне ләшкерлерден пинхан тұтышты да, чақмақ тезлігіде алмалықы қарап чекінді. 3 күнгече қараргақтан чықмай ятқан Сатухан 4-ші күні чарлығычылардан Моғолстан ләшкерлерінің аллықачан чекініп кеткенлігini аңлап, тәәджүпләнді. Рәқіплеріні елі ішлетіп атамдекен деген гуманда қараргахыға яны 3 күн солынып ятты. Рәқіплерден пәқәтіл шәпі болмағандың кейін қараргахны еғіштұрып, g'albisini Mirzo Ulug'bekka ma'lum qilish uchun Samarqandga choparman mang'uzib etib, o'zi Andijonga qarab yo'lga chiqdi. U Sultan Uvays xonning qazo qilganligini xiyollig'imi keltirmagan edi. Bir necha qitimliq qonliq qirg'inga guvoh bo'lgan go'zal Issiqko'l vodisi yana qaytadan tinchib qoldi. Yil o'rilmayli yoqqan tunji qor tezli erib Turpan shahrini patqoq qilib o'tgan edi. Sultan Uvays xonning qazo qilganligidan xabar topgan shahar xalqi bu shum xabarni pichirlab degudek bir-biriga yetkazishdi. Chiroylarida ig'ir bir motamning soyisi alangi. Gerçi ordudan texi resmi yo'sinda motam jakarlanmagan bo'lsa-mu, bir qism kishilar o'zligidan qorliq kiyimlarni kiyib olgan edi. Ko'cha rastlarda odamlar to'limi shalong edi. Ammo shahar va ordu sepilida muhofizachi lashkarlar xeyli ko'payib qolgan bo'lib, qaramoqqa kishiga allaqandoq bir vahima, tashvish, xotirjamsizlikdan bishorat beradi. Orduning ichidami ordu muhofizachilar qo'shinining yasovullari mangdanda bir degudak qetib turishadi. Uyoq bu yoqqa mengib turgan xizmatkor mahramlar Shohnishin tarafga ansiz qarab qo'yishadi. 3 kundan beri yig'izar, og'zi ichishlar bugun shappida besilib qolgan edi. Shohnishinning ichi o'nlagan otashtonda yelinjayotgan qarag'ay, o'rik o'tinining cho'g'ining taptida bahordek illib ketgan bo'lsa-mu, lekin kishiga to'limi so'q tuyg'u beradi. Shohnishinga ordidagi barliq cho'ng kichik amirlar jam bo'lgan bo'lib, to'rdagi yo'lvos terisi selingan oltin taxt bo'sh edi. Taxtning to'van tarafidagi kursida dadasining ulusbegilik martabasiga varislik qilgan Mir Muhammad Shoh qopqini turib o'tiradi. Uning yonida jiyani, lashkariy divanning amir kabiri Sayyid Ali olib, tamkin qiyofatda o'ri turadi. Bularning qarshi tarafida taxtning yonidagi nefis yipak pardaning orqasidagi kursida cho'ng xonish Davlat Sulton Maliki bilan kichik xonish Kuntura og'icha beshini to'van selib o'tiradi. Barliq xuy mijozi buvisi Ulusbegi Xudoydatni tortgan Sayyid Ali olibning chiroyidan ichki tuyg'usini bilmak to'limi qiyin edi. Sultan Uvays xon qazo qilgandan keyin xonlikning oliy huquqi uning qo'liga o'tgan edi. Amirlar Ulusbegi Mir Muhammad Shohdan ko'ra Amir kabir Sayyid Ali olibdan bakrak ayminatdi. Tap tortatdi.
Said Ali olib shoh nishindagi amirlarga birma-bir nazar tashladi. Shu topda u Sultan Uvays xonning o'limiga bo'lgan qayg'u hasratini bildirib turgan amirlarning chiroyidan ichki tuyg'usini, o'y xiyolini, maqsad muddasini bilib olmoqchi bo'lgandek qiladi. Ko'zlari Said Ali olib bilan uchrashib qolgan amirlar darhol ko'zlarini apqachatdi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning Bahodirnoma nomli 6 qismlik tarixiy romanining birinchi qismi mush yerda oyoqlashdi. Davomini atki programmamizdan anglag'aysizlar. Mirzo Ulug'bekning lashkarlarining soni biznikidan najjasi ko'p. Xonish oyim, shahzoda, malikalarga tasalli berish majburiyatimiz ham bordir. Cho'ng xonzoda Yunusxon oliylarining ot taxtiga varis qilib, saltanat tizginini qo'liga elishi qilsig'mas haqiqatdir.